Assalamu alaykum savaqdaşlar. Biz aldan qıtım özgəriş miqdarlar, turaqlıq miqdarlarını sözləyən. Şundaqla yana məlumat tipini çöndürüb ötən idim. Bugün muşu iki nəzərivi dərsga münasibətlik bolğan əməli proqramıdan bir işkini görəyli. Birinci misal, Amerika dollarını xalq puluğa aylandırış. Yine $100 yoki $50 pulni xalq puluğa almıştırğan çağda nəçilik buldu, bunu hesablab görəyli. Bunun üçün aldılan biz hər qanday bir proqramda 3 basqıç batıdıq. Yəni uçurunu qəbul qilish, andan uçurunu çıxırış, o'ttirdi bolsa uçurunu bir taraf qilish dedik. Ondaqda biz bu məsələni təliq baqaylı. Bu yerdə kirgizig'an uçurlar Amerika dollarının sani $100 yoki $50 degandek. Endi bu belkim bütün san bo'lishi mumkin, kasr san bo'lishi mumkin. Dollar bilan xalq puluniki tegishim nisbati. Masalan, $1 6,2,3 pound deganga o'xshash bu yerdagi tegishim nisbati albatta foiz san bo'ladi. Demak, biz 2 dona sonliq qimmatni qabul qildik ekanmiz. Endi chiqish, ya'ni bu ekranga nima chiqib berdi, ya'ni nimani chiqaramiz degan chaqda xalq pulini. Masalan, $100ni 6,2,3 pound tegishgan chaqda 623 bo'lish kerak. Lekin bu chiqishmi endi foiz san bo'lishi mumkin. Endi bu masalaning eng halqiliq joyi nima bo'ldi deganda bir taraf qilish bosqichi. Ya'ni Amerika dollarini tegishim nisbati ko'paysak, biz xalq puliga erishimiz. Ya'ni chiqarmoqchi bo'lgan xalq pulining soniga erishimiz. Demak, aslidagi 3-bosqich nihoyat muhim. Bu albatta shu masalani hal qilish, choranglar bilan bevosita munosabatlik, tafakkurga munosabatlik, odatdagi oddiy bo'lgan matematik bilimlarga munosabatlik. Ustidagi kirish va chiqish desa bu butunlay shu ma'lum bir programma loyihalash tili bilan munosabatlik. Shunga ma'lum bir tilni yaxshi o'rganib olsanglar, ustidagi birinchi va ikkinchi bosqichni yaxshi qila olasizlar. Ammo masalani hal qilish chorasini o'rganib olmasanglar, bu program yozg'il bo'lmaydi. Shunga biz bu misolda yanada muhim nuqtani bir taraf qilish bosqichi deymiz. Ya'ni Amerika dollarini tegishim nisbati ko'paysak, xalq puliga erishimiz. Undaqda biz buning kodini yozib ko'rib baqayli. Oldidan forum. Buningki xat nusxasini birda qilish uchun biz oldidan forumniki xat nusxasini tanlash yo'layli. Ya'ni Verian Yahi degan tanlab, buning ichidan kichik 4-numarani tanladik. Endi biz bu yerga shunga munosabatli bo'lgan kontrollarni kirsak bo'ldi. Qural sandiqidan. Ya'ni ommaviy kontroldan textbox 1. Andan keyin ustiga label. Bunga biz endi Amerika dollarini kirgizamiz. Astiga tegishim nisbatini. Üçüncüsüge xalq pulini. Undaqda bu yerga hisoblashda kunukdan birini paydo qilamiz. Demak, ko'zdakni laylab olgandan keyin biz endi bu obyektivlarningki xosligini biz xoslik ko'zning orqali o'zgartirsak bo'ldi. Masalan, label 1 deganni buning ichidagi tekstni o'zgartirsak bo'ldi. Yoki mushu ko'znakni ishga cheksak, formload deb kod yozgan holat kirdi. Buning ichida formload, ya'ni mushu birinchi ko'zdan qo'zg'alganda ijro bo'lgan hodisa mushu. Undaqda biz bu yerga mishaga label 1niki tekst xosligini biz mishaga yozsak bo'ldi. Label 1, label 2, label 3. Undaqda bu yerga yozganimiz birinchisiga Amerika dollari bo'lsin. İkincisiga tegishim nisbati bo'lsin. Uchinchisiga xalq puli bo'lsin. Endi ijro qilib ko'rib baqayli. Qural baldaqdan qo'zg'atishni bassaq, program qo'zg'alibla bayaqi forum 1dagi labelningki tekstga xosligi hozir mishadiki Amerika dollari tegishim nisbati va xalq puli deganga almashdi. Chunki bu program qo'zg'algan amon eng oldin mushu ko'znak yüklündü. Undaqda ko'znakniki yüklenish degan hodisa yuz berdi. Undaqda mush hodisaning ichidagi kodlarni ijro qilgan chaqda har qaysi labellarniki tekst xosligiga biz tanlab qo'ygan mas qimmatlar almashadi.
To'g'ri. Bu yerda bir button bir qapti. Buni o'zgartirib o'taylik. Biz buni hisoblash deb o'ylaylik. Button 1ning teksti kesindi. Hisoblash deb o'ylaylik. Endi gap forum 1ni besib, yine loyihalash ko'zdan keldik. Yani shu knopkani bosgan chog'da textbox 1 va textbox 2 dan qiymatlarni qabul qilamiz. Birinchisidan Amerika dollarini, ikkinchisidan tegishim nisbatini. Undaqda button 1ni bosgandan keyin biz o'zgarish miqdorini aniqlaymiz. Masalan, dim as bu yerga o'zgarish miqdorini nomini yozamiz. Bu tipi nima bo'ldi desa single. Diqqat qilinglar, bu yerga men xanuz yozmoqchi uchun avval inglizini yozib turib, keyin xanuzchini bu yerga oxiri to'ldirdim. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Demak, bu jumlaning ma'nosi aniqlayman Amerika dollar degan o'zgarish miqdorini, uning tipini, ma'lumot tipini partisan qilib degan gap. Ya'ni bu xuddi Uyg'ur tilidagi mangdim bozorga tamoq yegili, chiqdim sinfga dars anglag'li degan jumlaga o'xshaydi. Ya'ni amaliyotda program yozish Uyg'urcha she'r yozganga o'xshaydi. Masalan, bu jumlani qayta ko'rsak, aniqlayman Amerika dollarini partisan qilib onun qiymati 0 ga teng bo'lsin deydi. Amaliyotda kod yozish she'r yozganga o'xshab ketadi. Undan keyin biz 3 ta o'zgarish miqdorini aniqlaylik. Undan keyin xalq puli. Undan keyin tegishim nisbati. Undaqda biz yana textbox 1ga biz taxminan dastlabda 100 dollarni kirgizib qo'yaylik. Undan keyin textbox 2ga hozirgi perevod nisbatini kirgizib qo'yaylik. Albatta buni yana tangshash uchun Amerika dollarini birinchi textbox 1ni oladi. Undaqda biz menga textbox 1ning teksti deb oldik. Andan keyin tegishim nisbatini ikkinchi textboxdan oladi. Biz odatda qo'zg'algan aman bir ijroga kirib boqaylik. Qo'zg'algan aman biz 100 dollar 6.23 pul deganni avtomatik chiqidan qildik deb ko'pincha ahvolda mushu hamdi. Lekin buni o'zgartiraman desak o'zgartira olamiz. Ana knopkani bosgan chog'da o chog'da bu yerga tegishim nisbatini yana avtomatik holda textbox 2 dan ma to'yxonli degan ma o'zgarish miqdoriga berdi. Endi biz hisoblash bosqichiga keldik. Xalq puli. Do'st mishar hisoblasak pulda amaliyotda Amerika dollarini ko'paytimiz tegishim nisbatiga. Bundaqda xalq pulining qiymati chiqdi mana. Endi biz textbox 3 ning tekstiga biz xalq puli deganni yozdik. Endi ijroga ko'rib boqaylik. Demak, bu programmada Amerika dollarini biz xalq puliga almashtiramiz. 100 dollarni hisoblashni bassak 6.2623 koy deydi. Tegishim nisbati 6.23 pul. Agar 125 dollar 4.5 sentni almashtirsak desa xalq puliga bunda almışıdı. Demak, diqqat qilinglar, biz bu yerda ma'lumot tipini butunlay single deb oldik. Bu partisan degan gap, taq aniqlikdagi, ya'ni o'liq kasr chekitidan keyin 4 xon aniqligicha oladi degan gap. Bu tamoman bizningki shu ehtiyojimizni qondira oladi. Unda bo'lsa qayta bir qisqacha deb bo'lsam, forum lovatning ichida yozganimiz nima desa, eng oldindan shu program ijro bo'lgan chog'da birinchi forumdan boshlaydi. Andan keyin forumninki shu forum lot degan shu hadisdan boshlaydi. Shu hadis yuz berdi. Bu hadis yuz bergandan keyin uning ichidagi kodlarni ijro qildi. Buning asosan shu har qaysi obyektlarniki tekst xosligiga qimmat berish bo'ldi. Shuning bilan ekran qo'zg'alganda, program qo'zg'alganda ekranda shu ko'znakniki har qaysi obyektlarniki tekst xosligiga tuvangida ko'chirila olmashdi. Biz ishlashlarga qulaylik yaratish uchun biz oldindan chiqidan qilib berdik. Undan keyin bu yerga xohlagancha son yozsak, mana olmishidi degan gap. Python bo'lgandan keyin to'g'ri hisobladi. Agar tegishim nisbatini tushirsak, bu tushadi degan gap. Bu albatta fond sterlinga maskalamda desa bo'ladi, yevro degandek faqat nisbatni o'zgartirsak bo'ladi. Hamda bu yerda dollar deb qo'yganligimiz uchun odatda bunday yozib olsak bo'lmaydi. Agar sizlar bir vaqtning o'zida Amerika dollari yevro deganga o'zgartirib qolsa, sizlar bir qancha textboxni ishlatib qilsanglar olmaydi yoki bir qancha knopkalarni chiqib hisoblash knopkasini bekitib bunda hisoblashinglar mayli. Bu sizlarga topshiriq bo'lsin. Hamda programniki muhim nuqtasi shu knopkani bosgan chog'da biz textbox 1 va textbox 2 dan qiymatlarni ikki o'zgarish miqdoriga qabul qilib oldik. Birisi Amerika dollari, birisi tegishim nisbati.
bularmisi paytsan. Anandan keyin xalq puli nimaga teng bo'ldi desa, Amerika dollarini tegishimiz pul ko'paytgandan keyin biz xalq puliga erishimiz. Demak, programmaningki jeni mushu. Agar mushu butun programmani bağlash to'g'ri kelsa, eng aqlli joy albatta mushu bir quruq kod ko'paytirish. Men hargiz buni yozganlarni yaxshi o'rganibdi demayman. Buni yozganlarni bak yaxshi o'rganibdi demayman. Chunki bu programmaning muhim nuqtasi emas. Buni program tilini o'rgangan har qanday odam yoza oladi bir qancha gapning chiqarmay. Sizlarmi shu? Lekin miyadagi bu narsalarni cho'disa, bu programma til bilan munosabati hech qanday munosabati yo'q. Bu sizlarningki tafakkuringlarga, masalani hal qilish choranglarga, amalinglarga bog'liq degan gap. Buning uchun ko'proq mashq qilishga to'g'ri keldi. Xo'sh, undaqda bugungi darsimiz mush yerda tamom bo'ldi.